oynab qolmaysiz. Qandaq yo'z yer kishisiz. Oğlum bu resva. Esimde o'tgan kunim. 17. qism xosiyatli cho'sh. Dadamның kesilinin bundan keyin asli kelish imkoniyati yo'qmi doktor? Hazır dadınız gap qilolmaydi, hech narsani isiga ololmaydi, hamma olmaydi. Sizlar kutinish, uzuqlanish, davolash jihatda uzun muddat bardoshlik beralisanglar, kesilida alayda mo'jiza ko'rilib, o'rnidan turib ketishi mumkin. Lekin buningga bak uzun jarayon ketadi. Ham buningga bir nima demak tez. Voy, nima ish qilsiz bu yerda? Bugun yana ish qilib bormadingizmi? Nimanda gapimizam ko'tildarsa? İşqi baramdım, bamamdım sen nima qaring? Mening ishim qarab ishingni qilasan. Haras menga jiqqaqma pul bergina. Qaysi pulni bilma. Xuddi men pul o'tkazib qo'yganda gap qilgan sizga. Elimni topgan taganning hammani xajlab tugitib oldingiz. Ya uyning chiqimi bilan karingiz yo'q. Og'am maoshingiz ya sirtki buzuqlarni oshmaydi. Ya o'ynab qolmaysiz. Qandaq yo'z yer kishisiz. Ağzın yum, bu resva. Sen bana gap yandıqdak bo'ldingmi taxi? Men oldingda turg'ini, qaranchiq emas, iring bilib qo'y. Bu hayvan nima ish qilib ursa, ya dadam vafo qilmaysa, ya men kun ko'rsatmaysa, esim bilan o'tgan kunim. Vicdansız. Bugundan boshlab sen bilan har kun uy tutmayman. Bugundan boshlab ko'chirgan oyoqlarni uy tutib ol. Vicdansız. Adaş, bugün çırağın parkıra başqacha güzelleşip ketibsen go. Hoca, mana bu sihri gırım buyumlarının karameti. Nereden setip aldın bu gırım buyumunu? Bunucu, Qarqashnaya Munartuy'daki aynaklik binaga joylashgan sihri gırım buyumlarini maxsus setish do'konidan setib oldim. Bu do'konda sihri gırım buyumlaridan boshqa yana har xil danglik markadagi gırım buyumlari, ter asrash buyumlari, danglik markadagi attirlar barkan. Bu do'kondagi mahsulotlarninki sifatidan mas'ul ko'rsa pulingizni qaytarib bergan taxi. Telefon numarını dep belgine men mi setip olam? 181 49 88 88 77. Bo'ldi xotin, o'zingni bunday qiynama. Qizimizdan tugab ketgani sana bakli og'ir keldi, buni bilma. Vaqtimga ishdan bakli tugishib ketdim. Lekin biz hayot, ya'ni yashamasak bo'lmaydi. Dadamning ahvolimi xili yaxshilanyapti. O'zimni asragan bo'lamdi. Men uchun bo'lsinmi? Yo'q. Mana shu bechora dadam uchun bo'lsinmi g'ayrat qilgan xotin. Yığılma oğlum, yığılma kızım. Sizler yığılsanlar benim ko'nglim yerim buldu. Üzünlerini besveringlar baldırım. Dada, bu senin avazın mı? Bu rastlı sen mi canım dada? Bu neymiş Ferruh? Dada, siz bizim tonduğunuz mu? Siz benim tonduğunuz mu dada? Bu hakikaten katta mucizelik bir iş yaptı. Belki hoş bulmadı, ben hakikaten bek. Bu men canım ballarım. Ben demiş ki sizlerin tunuyalmaqdakman. Sizlerin bir muhabbetinle ahir men kuch quvvat ato qildi. Men hamma ishlarni bilaman canım ballarım. Uyda nurg'ulg'an ishlar yuz berdi.
Belki bu pişanamga bütülüp ketken işler buluş mümkün. Lekin ben sizler ikiyinlardaki farzandimin bolğunidan özümni cheksiz baxtiyar his qilaman balalarım. Canım dada, ben geldim. Canım oğlum Arpat. Sen Arpat mı balam? Yürgüm qaytadan yaşadığım boldu emana. Varis. Canım oğlum Varis. Hani sen Varis? Varis! Varis. Dada. Canım dada. Dada sen azıcık yapmadın mı? Dada. Bu düşünemezdi canım dada. Dada azıcık yapkını sen mi? Yeni bir yapkını. Canım dada. Senden ötülüp kalan yeni bir yapkını canım dada. Sen hazır rast yap kıldın mı dada? Dada. Azıcık yapkını sen mi canım dada? Dada yeni bir yapkını senden ötülüp kalan. Canım dada.